Sizdan kelgan savollar. Otam doim ichib kelib, onamni uradi. Otamdan nafratlanaman. Hayotimning eng og'ir qismi otamning ichib kelishi. Har safar u ichib kelganda uyda tinchlik qolmaydi. Onamni urishi, uning yig'laganini ko'rish bu men uchun azob. U har doim onamni kamsitadi. Men otamdan nafratlanaman. Chunki u hech qachon o'zi qilgan xatolarni tan olmaydi. U ichganida men otamni taniy olmayman, lekin men uning haqiqiy yuzini ko'raman. Ularning munosabati meni charchatadi. Yig'lagan onamni ko'rishdan boshqa nima qilishim mumkin? Otamdan nafrat qilishni istamayman, lekin uning bunday harakati meni butunlay qo'rqoq qilib qo'ydi. Bundan chiqish yo'li bor, lekin bu holatda o'zgarishlar qilish qiyin. Onamni qanday himoya qilishni, otamni qanday tushunishimni bilmayman. Bu holatni qanday o'zgartirishim kerakligini tushunmayman. Albatta, biz farzand o'laroq ota-onamizga baho berishga, ularni hayot yo'lini, taqdir yo'lini, ularning tanlovlarini muhokama qilishga, bu yomon, bu yaxshi deyishga aslida haqqimiz yo'q. Siz tushunishingiz kerak bo'lgan, anglashingiz kerak bo'lgan yagona haqiqat ham shu. Biz qachonki ota-onamizga baho beramiz, tushunaman, og'riq, tushunaman, qiyin, lekin eng avvalambor biz oqibatni ko'ramiz. Har doim hayotimizda oqibatlarni ko'rishga, natijalarni ko'rishga o'rganib qolganimiz uchun har doim xulosa berishga shoshilamiz. Kimdadir mana shunday illatni ko'rsak, deylik, ichish, chekish yoki qanaqadir illatni ko'rsak, ha, bu inson yomon va bundan aziyat chekayotgan inson jabrdiyda, qurbon deymiz. Lekin biz hech o'ylab ko'rmaymizki, ana shu ichayotgan inson o'zidan o'zi ichmayotgandir. Buning ham o'ziga sabablari bor. Men aytmayman bunga sabab sizning onangiz yoki sizlar sababchi emassizlar. Shunchaki bu insonda, ya'ni otangizda o'ziga yarasha og'riqlari bor, o'ziga yarasha sabablari bor, uning ichishini sabablari bor. Ya'ni bu inson boshqacha qilishni bilmaydi. Uning hayot yo'lida ustozi bo'lmasligi mumkin, unga o'rgatuvchisi bo'lmasligi mumkin, oiladagi tarbiyasi ham shunga monand bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoshligidan oilada qiyinchilik bilan o'sgan bo'lsa, uni hech kim eshitmagan bo'lsa, bolalikda ko'p og'riqlar olgan bo'lsa, bunday insonlar ko'pincha ichuvchi insonlar aynan yosh katta bo'lgandan keyin irodasiz insonlarga aylanishadi va irodasiz insonlar ko'pincha ishlari yurishmaganida, xohlaganlari amalga oshmaganida, maqsadlari yo'lida toyib ketganlarida, o'zi xohlagan hayotni yashamaganida alamini nimadandir oladi. Aynan irodasizlikdan kelib chiqadi bunday zararli illatlar. Endi irodasizlik sabab ichkilikni ichgan ekan, albatta bu may, ichkilik insonni o'sha uxlab yotgan hayvoniy qismlarni uyg'otadi. Hayvoniy qismlar, har bitta insonda hayvoniy qism bor, insoniy qism bor. Xohlaymizmi yo'qmi, ba'zan bizda insoniy qismimiz yoqiladi, ba'zan esa hayvoniy. Biz ba'zida hayvondek hamma bilan urushishimiz mumkin, talashishimiz mumkin, baqir-chaqir qilishimiz mumkin, haqorat qilishimiz mumkin yoki zo'ravonlik ko'rsatishimiz mumkin, lekin bir qatorda ham mehribon, rahmdil, yordamsevar, bir yaxshi bir insonga ham aylanishimiz mumkin. Va mana shunday qismlarimizni rivojlantiradigan qanaqadir instrumentlar bor hayotimizda. Deylik, insoniy qismlarimizga ilm, kitob, ustoz, o'z ustida ishlash rivojlantirsa, hayvoniy qismlarimizda mana shunday bekorchilik, irodasizlik, ichkilik, kashandalik, narkotiklar, bekorchi insonlar bilan birga bo'lish, ko'chada shunchaki vaqt o'tkazishlar bizni hayvoniy qismlarimizni rivojlantiradi. Sizga men maslahat bera olmayman, chunki sizni hayotingizga aralasha olmayman, ammo shuni aytishim mumkinki, agar siz nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, otangizga hozirgi holaticha emas, shunchaki termuli uni ojiz inson sifatida ko'ring. Agar siz otangizga haqiqiy og'riqlarni ko'rib bera oladigan inson sifatida qarasangiz, siz uni tushunishni boshlaysiz. Bu ishlari qanchalik noto'g'ri ko'rinmasin, lekin bu insonga yordam kerak aslida. Onangizdan avval otangizga yordam kerak, ruhiy podдержка kerak, ilm kerak, balki bu insonga mehr kerakdir. Ana shuni ololmayotganidan bu qiynalayotgan bo'lishi mumkin, har narsa bo'lishi mumkin. Faqat sizga maslahatmi, tavsiyami bu? Mana shu inson timsolida bir yosh jabrlangan yosh bolani ko'ring. Yillar davomida azoblangan, qiynalgan va alamini nimadan olishni bilmagan va o'zini ichkilikka urgan. Uyga keladi, хорошо, ayoli yaxshi bo'lishi mumkin, mehribon bo'lishi mumkin. Biz o'zbek ayollarda bunaqa narsa rivojlangan. Lekin kelyapti, ayol o'ta jabrdiyda bo'lgani uchun, ayol o'zini sevmagani uchun, ayol o'zida ishlamagani uchun, ayolda bunaqa ilmlar bo'lmagani uchun
u shunchaki o'rgatilgan qoliplar asosida, qoidalar asosida yashaganda va albatta eridan ichkarida, tashqarida ko'rsatmasligi mumkin buni, nafratini, g'azabini, og'rig'ini, lekin ichkarida eridan nolishi mumkin, norozi bo'lishi mumkin. Sababi shunaqa bog'liqlik borki, erkaklar, umuman erkaklarda shunaqa narsa bor, ayolning ichidagi hislarini his qilib turishadi. Ayol erkakni chinakamiga поддержка qila olsa, ayol erkakni chinakamiga boricha qabul qila olsa, erkak buni his qiladi va shunga qarab harakat qiladi. Chunki ayolda mana shunday quvvat, ya'ni Alloh tomonidan ikki jins ikki xil yaratilgan. Bu ayolga quvvat berilgan, emotsiyalarni boshqaradi. Erkaklarga esa boshqaruv berilgan, ularga aql berilgan. Ular aqli ketadi, ichganda aqli ketadi, shuning uchun o'zini boshqara olmaydi. Lekin ayolda emotsiya bor, og'riq bor. Agar ayol o'zidagi ichki emotsiyasini, nafratini, g'azabini boshqara olmayaptimi, narigi tarafdan erkakdan albatta zarba keladi. Chunki u tashqarida yaxshi gapirgani bilan ichidagi holatini ko'rib turgan bo'ladi. Lekin albatta bu yerda hech kim aybdor emas, na onangiz, na otangiz. Faqat bu yerda onangiz mana shu hayotda yashayaptimi? Hech qayerga ketgani yo'q. Ya'ni ayolda ikki xil yo'l bor har doim. Yo mana shunday zulmga chidalmasdan ketish, voz kechish yoki bo'lmasam shu yerda turib vaziyatni hal qilish. Qanaqa qilib? Ilm yo'li bilan, o'z ustida ishlash yo'li bilan tushunish, nimaga bunaqa erkak keldi unga, nimaga bunaqa zulm ichida yashash kerak, nima uchun chidash kerak, nima uchun o'zini o'zgartira olmayapti, nima uchun eri o'zgarmayapti, nima uchun hayoti o'zgarmayapti. Mana shunday savollarni bergan holatda ilm olishlari eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Va ana shu ilm olgani sari biladiki, erini boshqa taraflarini ko'rishni boshlaydi. Aynan tajribalarimizda ham ko'p bo'lgan, aynan ichuvchi, shunaqa zo'ravon erkaklar birdan yaxshi bo'lib qolgan. Hatto erkak o'zgarmagan, hayot o'zgarmagan, o'sha er, o'sha oila, o'sha uy, lekin ayolning erkakka bo'lgan munosabati o'zgargan, tuyg'ulari o'zgargan, fikrlari o'zgargan, og'riqlari o'zgargan. Ana shuni ta'siridan har qanday erkak o'zgaradi. Chunki erkaklar ayollardan oladigan quvvat hisobiga ularga munosabat bildirishadi. Chunki aynan o'sha erkak, sizning otangiz ko'chaga chiqsa, unaqa birovni uradigan, yomon ko'radigan, nafratlanadigan erkak bo'lmasligi mumkin. U nimaga faqat onangizga zulm qiladi? Buni o'ziga yarasha sabablari bor va bu bilan mutaxassis ishlash kerak. Sizni sharoitingizda sizga maslahatim, qozilikka o'tmang. Siz ularga nima deydi? Ajratuvchisi bo'lmang. Bu yaxshi, bu yomon, men buni qilishim kerak, buni qilishim kerak demang. Xo'p, ko'ryapsiz, siz na otangizni yomon ko'rishga, na onangizni yomon ko'rishga haqqingiz yo'q. Chunki ikkalasi ham siz uchun bir bo'lish kerak. Bekorga aytilmagan xalqimizda otang to'ng'iz bo'lsa, boylab boq deyilgan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa bo'ladi u ota, u ichuvchimi, chekuvchimi, zo'ravonmi, dunyodagi eng yomon otami sizning nazaringizda, u baribir ota. Siz mana shu dunyoda bor ekansiz, siz nafas olyapsiz, nimalargadir erishyapsiz yoki sizni ham kelajakda hayotingiz bo'lishi mumkin, farzandlaringiz bo'lishi mumkin. Ana shu inson sabab bo'ldi aslida. Biz buni ko'ra olmayotganimizdan ko'p insonlarda otasi bilan muammo, onasi bilan muammo va o'zini ham hayotida muammo tugamaydi. Biz ildizimizni qabul qila olmasak, ota-onamizni qabul qila olmasak, ularni borlaricha yaxshi ko'ra olmasak, ularni o'zgartirishga harakat qilsak, qo'limizdan yordam kelmaydi-yu, lekin ularni yomonlashga ustamiz. Qo'limizdan bir og'iz yaxshi gap gapirishga og'rinamiz-u, lekin ulardan nafratlanishga, ularni yomon deb atashga, ulardan voz kechishga doim tayyor turamiz. O'ylab ko'ring, bu otani inkor qilishingiz, siz o'zingizni inkor qilishingiz. Sizga u ikkala tarafni ham borlaricha qabul qilishini va ularni hayotiga aralashmasligini tavsiya qilaman. Chunki Alloh taolo o'zi biladi, qachon nima bo'lishi kerakligini. Siz faqat o'zingizni taqdiringizga javobgarsiz, faqat o'zingizdan so'ralasiz va o'zingiz bilan ishlay olasiz. Ular uchun qiladigan eng yaxshi ishingiz, eng to'g'ri va yordam berish mumkin bo'lgan eng muhim ish bu shunchaki joy namozda o'tirib qalban duo qilish. Otangizni yaxshi ko'rib duo qiling. Yomon ko'rib emas, nafratlanib emas, ayblab emas, yaxshi ko'rib, sevgi bilan, muhabbat bilan qalban duo qilsangiz, ishoning, bu insonda o'zgarish bo'lishi mumkin. Onangizga esa men yordam berishim kerak, himoya qilishim kerak demang. Uning himoyachisi bor tepada. Faqatgina siz himoya qilish orqali yana bir otangizga bo'lgan nafratingizni, zo'ravonligingizni bildirib, bundan qasd olish kerak emas. Bu sizning kelajagingizga juda ham yaxshi emas oqibatlarni olib kelishi mumkin. Shunchaki ikkala insonni bir
ikki qanotingiz deb qabul qilsangiz, ikkala tarafga o'tib olmasdan, u tarafga ham o'tmasdan, bu tarafga ham o'tmasdan, neytral holatda turib bera olsangiz, ana shu balki amalingiz orqali bu oilada qanaqadir bir yaxshilik bo'lishi mumkin. Savolingiz uchun minnatdorman.